ekan, hurmatli kuzatuvchilarimiz, 2025-yil 16-sentyabrda eng ketki pishadigan shaftollarimizni ko'rsatib o'tamiz. Turetskiy shaftollarimiz. Hurmatli do'stlar, mana holatlari juda ham chiroyli holatda, danagidan 100% azraydi do'stlar mana. Bu do'stlar Turetskiy shaftoli. Turkiyada buni gektaridan 60-70 tonnagacha meva hosil olishadi. Xohlasa bular endi 3-yilga ketyapti. 3-yildan 15 kilo, 20 kilogacha meva berdi. Farg'ona Quvasoydagi bog' do'stlar. 4 sxemadagi keladi. 1 gektarga 825 dona ketadi. KGBga tarbiyalab, 4ta lider, 5 tagacha lider shox qo'yilib, hammasidan 20 kilodan meva olinsa, 100 kilogacha meva bo'ladi. 825 ta bo'lsa, 60, 70, 80 tonnagacha olishlari mumkin. Bu 5-6-yillardan, hozir 3-4-yillardan 20-30 tonnagacha meva olasizlar. Xudo xolasa Turetskiy shaftollarning holatini qaranglar. Eksportga hozir 50 ming so'm, ichki bozorda 35 ming, 30 ming, 40 minggacha sotilyapti. Holatlari juda ham chiroyli. Qarang. Xudo xolasa ketki shaftollariga o'tishlarni tavsiya qilaman. Hozir kunda ertaklarda raqobat ko'p, shu sababli narx har xil bo'lyapti. Kechkilarda shaftoli chiqsa bo'ldi, bozorlarda juda qimmat sotilyapti. Kechki ekishlarni maslahat berardim. Buni ham ishonchli hujjatlari bor. Shaftolning holatini qarang. Kechki shaftolining yerikligi 100 kalibr chiqadi. 400 gram, 500 gramgacha chiqadi. Xudo xolasa hujjatlari bor. Mana bu yoqlarni olib kelib ko'rsatdim. To'rga yutganada. Bular uzildi do'stlar. Uzilib endi qolganlari yana uzilyapti. Dahshat shaftoli. Ekishda maslahat beraman. Shaftol holatlari juda yirik, danagidan 100% azraydi. Ishonchli hujjatlarini hozirdan zakazlarda olishni boshlaganmiz. Qiziq bo'ladigan bo'lsa, kerak bo'ladigan bo'lsa, nomerlarimiz 95 315 51 52 hamda 91 116 92 00 ga aloqa qilish bo'lasizlar. Yoqqan bo'lsa, like, podpiska olishni unutmanglar do'stlar. Komment o'z fikrlarini qoldirasizlar. Yoqqan bo'lsa, kommentariyaga dehqonga omad so'zini yozib qo'yasizlar. Like. Rahmat, sog' bo'ling.